Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz Roninni qanaqa qilib to'g'ri sozlash haqida bo'ladi va juda oson tarzda o'rgataman. Qani bo'lmasam boshladik. Past o'tiring siz. Hop. Birinchi yerda qilib ko'rsataman, atay tashqariga chiqib ko'rsataman. Что nimaga uyda qilib nimadir qilib o'tirmadim. Lift bo'lsin dedim. Hozir syomka jarayoni bo'lishi kerak edi. Kakras hozir men o'zim taxlab ko'rsataman. Hop, bizda Roninni ochganimizda bizda shunaqa narsalar chiqadi. Ya'ni bu asosiy рабочий zonasi. Bu yerda hamma narsa kontrol qilinadi. Bu yerda hech nima hozir qo'shilmaydi, faqat bizga batareykasi kerak bo'ladi. Bu batareykasi hisoblanadi. Ya'ni mana bu yerda batareykasini ko'rsanglar bo'ladi. Hop, batareykasini birinchi mana bu joyini mana ochiq turgan bo'ladi. Ochiq qilib dalshi bosasizlar-da, bitta tarsanglar o'zi qayrilib qoladi. Qulflab qo'yasizlar buni. Keyin дополнительный tagiga qo'yadigan anaqasi ruchkasini ulaymiz bunga. Shu ko'rinishda buni qo'yib qo'yamiz va bizga plashatkalar kerak bo'ladi. Bu plashatkalar ikkita plashatka chiqadi. Bu birinchi plashatkamiz. Bu plashatkamiz har doim kameraga qotiriladi. Bu plashatkamiz bo'lsa Roninga qotiriladi. Uzun plashatkani eslab qolinglar, bu Roninga qotiriladi, bu kameraga qotiriladi. Ikkalasi ulanadi oxirida. Hop, kelinglar, birinchi kamerani plashatkasini qotirib olamiz. Har doim e'tiborli bo'linglar. Kamerani plashatkasini qotirayotganingizda mana bu liniya kamera bilan bir xil bo'lishi kerak. Mana bu liniya kamera bilan plashatkan liniyasi bir xil bo'lishi kerak. Mana kameraning liniyasi bilan plashatkan liniyasi bir xil bo'ldi. Buni yaxshilab qotiringlar. Tanginglar bo'lsa, tanginglar bilan qotirishinglarni maslahat beraman. Endi buni Roninni plashatkasiga qotirib olamiz. Ya'ni mana bu yerda kiradigan joyi bor, mana bu yerda oq narsasi bor. O'sha oq narsa bilan mana bu yerda ochiq joyi bor. O'shani ko'rib, har doim uzun taraf mana bunaqa tiqilishi kerak. Mana. Adashib, sizlar mana bunaqa tiqib qo'ymanglar yana. Mana bunaqa tiqib qo'ymanglar. Mana bunaqa bo'lib qolmasin hech qachon. Har doim uzun taraf kamerani obyektiv tarafga qaragan bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu yerda ochiq joyi bor, kiradigan, mana bu yerda o'sha kiradigan joyini anaqasi bor. O'shani mana shu tarafga qarab, mana bu joydan ochgan holda sozlaymiz. Mana shu holatga keladi va buni endi Roninga tiqishimiz kerak bo'ladi. Va buni Roninni ko'rsanglar, mana bu joyida oq, yana boy aytganimdek oq narsasi bor, nastroykachasi, ya'ni temirchasi bor. O'sha temirchasiga mana bu joyda ochiq joyi bor, mana ko'rsanglar. O'shani to'g'rilab mana o'ng tarafdan orqa tarafga qarab ittaraman hozir. Bu tarafdan tiqmayman mana. Uch tarafidan tiqmayman. Orqa tarafidan mana. Orqa tarafidan sekin mana tiqib qo'yaman. Kirdi va buni qulflab qo'yamiz keyin bu joyda. Qulflab qo'yamiz. Qulflab qo'yganimizdan keyin mana hozir Roninimizni, kameramizni Roninga qotirib oldik. Endi bizda balansirovka jarayoni boshlanadi. Keling, balansirovkani qanaqa qilishni ko'rsataman. Birinchi Roninni ochiq holga keltirib olamiz. Ya'ni har doim qaranglar, mana bunaqa turmasligi kerak mana. Ekrani men tarafda turibdi hozir. Mana ko'rsangiz kameramen, mana ekran, mana yuzim va ekranni mana. Roninni ekrani. Men tarafga qarab turibdi, yuzim tarafga qarab tursa har doim. Va Ronin mana bunaqa turmasligi kerak mana. Ishib chiqqan, bo'rtib chiqqan joyini ko'ryapsizlarmi? Mana bir zonani, mana shu zona sizlarga qarab turishi kerak har doim. Bizga qarab turgan holda endi bularni ochamizda mana bunaqa holatda ochib olamiz mana. Va qulflab chiqamiz hammasini. Mana bu yerda qulflanadigan joyi bor. Mana. Mana shu holatga qulflab qo'ydik hozir. Endi birinchi qiladigan ishimiz biza Roninni tepaga va to'g'riga qarab balansirovka qolishimiz kerak bo'ladi. Kelinglar, mana birinchi to'g'riga qarab buni yechib yoramiz. Qulfini birinchi, faqat bittasini, hammasini emas. Bittasini yechdik, mana o'ynab ketyapti. Ko'ryapsizlarmi tepaga qarab? Buni sal oldiroqqa tiramiz mana.
Ko'rdinglar, bittada qotdi. Balansirovka. Buni qulflab qo'yamiz. Qulflaganimiz endi tepaga qaratamiz. Mana tepaga qaratsam pastga tushib ketyapti, ko'ryapsizlarmi? Buni mana bitidan yechib, mana bu joyidan yechib, orqaga taraf mana shu tepaga qarab tikka turguncha to'g'rilaymiz. Mana turdi, ko'rdinglar. Buni qulflab qo'yamiz endi. Va yana bir marta tekshirib olamiz. To'g'riga qaratamiz. Mana o'ynadi. Chunki boya tepaga qarab balansirovka qilganimda pastga, ya'ni to'g'riga qarab balansirovka qilganim o'ynab ketdi. Endi buni ham salgina to'g'rilab qo'yamiz. Mana, to'g'ri bo'ldi. Mana, hop, tepaga qaratamiz. Mana qotdi. Yonboshga qaraganimda ham to'g'ri bo'ldi va tepaga qaratganimda ham to'g'ri bo'ldi. Endi buni qulflaymiz. Qulflaganimizdan keyin keyingi zadaniyamiz bizda o'rtaga. O'rtani ochamiz. Bu yoqni qulfladik, esingizdan chiqmasin. Buni ochamiz-da. Mana qo'yib yuborsak, mana tashab yuboryapti. Ko'ryapsizlarmi? Buni yechib o'zimizga kerakli darajada qotguncha to'g'rilaymiz. Mana ko'ryapsizlar, qo'lim qo'yib yuborsam ham to'g'ri turibdi. Buni qulflab qo'yamiz. Qulflaganingizdan keyin yana bitta tekshirib olinglar. Qo'linglarni qo'yib yubor. Mana qotdi, endi buni ham qulflaymiz. Va oxirida mana bu joyda 3-zonani bu panoramaga qadrga javob beradigan zonamiz, rabochiy zonamiz. Bu joyni yechamiz. Yechganimizdan keyin biz to'g'ri ko'targan holda prям 90 gradus pastga yonboshga buramiz. Hozir avtomatik o'zi oldin to'g'rilagan odam rental olganmiz, oldin to'g'rilagan odam to'g'rilagan ekan. Buni hozir men sizlarga buzib ko'rsataman. Mana bunaqa turgan holatda deylik. Mana yonboshga tashlasam, mana buralib ketyapti. O'tib oling, brat. O'tib oling. Mana shu joylarni ham ko'rsatib olsak bo'ladi lekin. Ketyaptimi? Xo'p, mana ko'rgan bo'lsanglar, bizda oxirgi zonamizda yechdim va yonboshga 90 gradusga tashlayman. Mana ko'rdinglarmi, buralib ketyapti. Mana shu narsa mana shuncha kelguncha qotish kerak bizda. Hozir endi oldinga qarab yurg'izaman ozgina. Endi tashab ko'raman. Mana yana yurib ketyapti. Mana shu narsa to'g'ri bo'lmaguncha to'g'rilaymiz. Yana hech kim yo'qmi? Ketdik. Bizga mana qaranglar. Tashab ko'ryapman. Ko'rdinglarmi? Boya qimirlayapti, mana qimirlamayapti. Chap tarafga ham tashab ko'raman. Qimirlamayapti. Bo'ldi, cho'tki bizda balansirovka. Hammasini qulflaymiz, mana bu joyini. Hammasini qulfini yechamiz. Mana to'g'ri turdi va roninni yoqamiz. Bosib tursanglar yonadi. Mana bizda yondi va ekranini hozir videoda ko'r detalli olinadi. Chap burchidagi balansirovka, ya'ni kalibrovkani bosamiz. Nachat kalibrovka qilsak, bizda Ronin kamerani anaqaga Roninga to'g'ri qotirilmaganini o'zi aniqlab beradi. Bizda galochka chiqishi kerak ekranda. Mana hozir 40% bo'ldi. Mana bizda galochka chiqdi, ko'rdinglar? Bo'ldi. Bizda Ronin kameraga sozlandi mana. Xohlagancha endi ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, kelinglar, yana bitta narsani o'rgatib ketaman. O'chirdim. Qanaqa qilib Reels formatga o'tkazish bor. Ronin RS4 o'zida bor. Reels formatga o'tkazish, o'sha narsani o'rgatib ketaman. Hop, o'chiramiz Roninni. Mana bu joyda kamerani o'zini asli plashatkasi bor. O'sha plashatkani yechib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi kamerani chiqarib olamiz, kelinglar. Kamerani Roninni plashatkasi bilan birga chiqarib olamiz. Mana bu yerda har Roninni nimani chiqazmoqchi bo'lsanglar, har doim nimadir bosib chiqazishingiz kerak bo'ladi. Atrofiga qarasanglar, oq hamda temirchasi bo'lsa, любой narsani, masalan, bu plashatkadan bu plashatkani ajratib olmoqchiman, mana bu yerdagi tugmani bosishim kerak bo'ladi. Bu plashatkani Ronindan ajratib olmoqchimanmi, mana bu tugmachani bosishim kerak bo'ladi. Ronindan nima chiqazib olmoqchi bo'lsanglar, har doim bosib chiqarasizlar. Bu narsalar nimaga qo'yilgan? Bu narsalar agar mabodo sizlar qismasanglar, mana buni qismasanglar, so'mka bo'layotgan joyini chiqib ketish uchun mana chiqarib olmaydi. Tushib ketib qolmaydi. Mana buni bosmasanglar chiqib ketib qolmaydi. Bu
texnika безопасности uchun qilingan narsa. Mana bosaman chiqib ketadi. Hop, kamerani qo'yamiz, plashatkani qo'yamiz va asosiy plashatkani yechib olamiz. Yechib olgan holatda mana buni narsani chiqarib olishim uchun men buni tegidagi narsani bosdim. Bu joyda buni ikkalasini mana ajraladigan joyi bor. O'sha joyini ajratib olishimiz kerak. Mana release deb yozib qo'yibdi o'zi. O'sha narsani yechib, men bu yerda chiqarib olishim uchun aytganimdek hamma narsani bosib chiqaramiz va bosib turgan holda sug'urib olamiz. Ikkiga ajratib oldik. Va uzun tarafiga qarasanglar, mana bu yerda qo'yiladigan joyi bor. O'sha narsani biz mana boya mana bunda turuvdi, ko'rgan bo'lsanglar. Endi o'sha narsa mana bu yerda kiradigan joyi bor. Buni mana bundoq qilib qotirib qo'yamiz, mana. Va qisib qo'yamiz, albatta. Qisish esdan chiqmasin. Buni bo'shatib, endi roninga tiqamiz, mana. Tiqib, siqib qo'ysak, mana roninimizni kameramizni roninni plashatkasiga suqamiz. Aytganimdek, obyektiv tarafiga qarash kerak. Mana. Oxirigacha taqib, qulflab, mana bundoq qilsak, bizada Reels formati paydo bo'ldi. Turing, operator. Hop, bizada ronin darsiga shu yerda yakuniga yetadi. Kuzatganingiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.